Odamlar darvoza tanlayotganda bitta savol beradi. Qanchaga tushadi? Bu normal holat. Lekin vaqt o'tib boshqa savolni berishadi. Qancha vaqt xizmat qiladi? Chunki darvoza bu shunchaki temir emasligini keyin tushunishadi. Darvoza bu uyingizga kirishdagi birinchi taassurot. Bu sizning hududingizni himoya qiladigan muhim qism va eng qizig'i bu siz haqingizdagi birinchi fikr. Biz shu narsani juda erta tushunganmiz. Shuning uchun biz ishga kreativ yondashamiz. Oddiy ishlab chiqarish sifatida emas, yechim yaratish sifatida. Chunki mijoz aslida darvoza sotib olmaydi. U xotirjamlik sotib oladi. Bozorda esa ko'pincha buning aksi bo'ladi. Boshida hammasi chiroyli ko'rinadi. Narx ham yoqadi, lekin vaqt o'tadi. Bo'yoq o'zgaradi, mexanizm qotadi, zang paydo bo'ladi. Va mijoz yana hammasini boshdan boshlaydi. Eng qizig'i, u tejagan pulidan ko'proq sarflaydi. Biz shu sababli bitta qarorga kelganmiz. Tez va arzon qilish emas, mustahkam va sifatli qilish. Har safar o'zimizga savol beramiz. Bu ishni o'zimiz uchun qilganimizda ham shunday qilarmidik? Mana shu yondashuv bizga nisbatan ishonch shakllanishiga yo'l ochdi va ishlab chiqarish sexi kengaydi. Jamoa shakllandi, tajriba oshdi, lekin bitta narsa o'zgarmadi. Yondashuv. Hozir ham biz har bir loyihaga alohida qaraymiz. Shablon yo'q, tayyor qolip yo'q. Har bir darvoza o'ziga xos yechim. Yana bir muhim narsa bor. Biz har doim o'z ishimizni ochib ko'rsatamiz. Chunki